hujum. Yigitlar, turib beramiz, sabr qilamiz. Mana shu tomondan havodan uzatma amalga oshiriladi. Kim birinchi? To'p uchun kurash. O'tkir! Goldek qabul qilamiz. Yusupov bugun olib chiqding bu o'yinni. O'tkir ishchi. Tep xushtagingni chal, ramziy ma'no bo'ladi. Chal. Hozircha indamayapti. Yana bitta hujumni qaytaramiz shekilli. Yo'q. Shuning o'zida bir daqiqa chiqdi baribir. Mana shu epizod O'tkir yot. Ha, endi chal. Hakam avstraliyalik. Bo'ldi, biz chidadik shuncha. Evans 99. O'tkir Yusupov o'zing tugatib ber. Bu darvozabonlar benefisi bo'ldi va jahon chempionati yo'llanmasida ham darvozabonimizning super seyvi bilan hozir qo'lga kiritishimiz mumkin do'stlar. Bizniki out. Out bizniki ekan. O'zbek xalqi biznikilar tashlagisi kelmayapti bu to'pni. Tashlama kerak emas. Burchakka yaqin joyda va Shaloldi! Biz jahon chempionatidamiz. Jahon chempionati! Tabriklar! Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan har bitta tomoshabin, bu sizning g'alabangiz. O'zbekiston isbotladi. Biz futbolda ham Osiyoda eng zo'rlardan birimiz. Ha, ramziy ma'noda O'tkir Yusupovni bizga ko'rsatishyapti. U bugungi uchrashuvning qahramoni. Seyv bilan ham o'yinni saqlab qolish mumkinligini, jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish mumkinligini O'tkir Yusupov darvozabonimiz. Hamma bir paytlar heyt qilgan, hamma o'z ichi nimadirlar gapirgan darvozabonimiz hozir ikkita penalti va uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Abduvohid tabriklagani ketyapti. Qutqarib mundial ishtirokchisiga aylantirmoqda terma jamoamizni. Do'stlar, biz buni uddaladik. Hozir so'z topish ham qiyin. Bu tarixdagi eng yuksak g'alaba. Buning uchun qancha odam mehnat qilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, butun O'zbekiston harakat qildi. Davlat rahbari boshchiligida hammamiz maqsadga birgalikda erishdik. Boshdan aytib kelyapmiz, bugun hamma birlashdi. Bitta kuch bo'ldi va men dunyodagi eng baxtli sharhlovchiman, chunki bu efirni ustozim, hamkasbim Xayrulla Hamidov bilan o'tkazdim. Chunki bu jamoaning 6 yildan beri matbuot kotibiman. Mendan baxtli odam yo'q. Do'stlar, men jamoa oldiga ketishga majburman. Davron ramziy ma'noda mana shu efirni mayli endi ustoz deyildi-yu, shogirdga topshirib ketilsa yaxshiroq bo'ladi. Hozir bizni ortimizda mana shu uchrashuvni to'liq tomosha qilgan, menimcha yig'lab tomosha qilgan Orif Tolipov mikrofonni Davron Fayziyevdan oladi va Davron tabiiyki do'stlar yo'llanma egalari oldiga boradi. Bilmadim endi Qatar bilan o'yinga qanaqa ajiotaj bo'ladi. Qatar bilan bo'ladi